1969-yil 20-iyul insoniyat tarixidagi eng ulkan qadam. O'sha kuni Apollon 11 missiyasi Oyga yetib bordi va Neil Armstrong Oy yuzasiga chiqqan birinchi odam bo'ldi. Uning o'sha vaqtdagi gaplarini 600 milliondan ortiq odam jonli efirda tinglab turdi. Parvozning o'zi ham g'ayrioddiy voqealarga to'la edi. Masalan, Oyga qo'nganida yo'lovchi modulining yoqilg'isi atigi 20 soniyaga yetar edi. Bitta xato va missiya muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin edi. Shunga qaramay Armstrong modulni qo'lda boshqarib, xavfsiz qo'ndirdi. Yana bir qiziqarli fakt: Oyga qo'ngandan keyin astronavtlar darrov tashqariga chiqishmagan. Ular 6 soat vaqt davomida tekshiruvlar va bosim bir xilligini kutishgan. Bu missiya faqat ilmiy emas, balki texnologik mo'jiza edi. O'sha paytdagi kompyuter quvvati bugungi oddiy smartfondan ham zaif bo'lsa-da, u insonni Oyga olib borishga va sog'-omon qaytarishga yetgan.